bugungi mavzuyimiz ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida aqli zaif bolalarda madaniy-gigiyenik malakalarni shakllantirish sharoitlari. Bunda ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida aqli zaif bolalarda madaniy-gigiyenik ko'nikmalarni shakllantirish uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim rejalari, strukturaviy kun tartibi, aniq bosqichli mashqlar va takrorlash, vizual va sensor qo'llanmalar, model qilib ko'rsatish, xavfsiz va gigiyenik inshootlar, maxsus tayyorlangan pedagoglar, ota-ona hamkorligi, o'yin va amaliy mashg'ulotlar, ijobiy rag'batlantirish va doimiy monitoring hamda baholash talab etiladi. Individualizatsiyalashgan ta'lim reabilitatsiyasi dasturi aqli zaif bolalarda gigiyenik malakalarni rivojlantirish uchun avvalo individual baholashni o'z ichiga oladi. Maqsadlar SMART tamoyiliga muvofiq belgilanadi. Kundalik gigiyena rutinalari 2-3 bosqichlarga bo'linib, vizual jadval vazifasini tahlil qilish, multisensorli mashg'ulotlar va moslashuvchan yordam vositalari orqali 10-20 daqiqalik qisqa seanslar takrorlanadi. Ota-ona va tarbiyachilarni o'qitish, pozitiv mustahkamlash, muntazam monitoring va 4-6 haftalik progress baholari samaradorligi oshadi. Shaxsiy gigiyena odatlarini mustahkamlash uchun kundalik rutinalar tashkil etish sharoitlari, qat'iy jadval, vizual rasmlar va piktogrammalar, qisqa bosqichli ko'rsatmalar, takroriy mashqlar, namoyish va model qilish, ijobiy rag'batlar, maxsus gigiyena burchaklari, masalan, ularga yuvinish xonalari, tualet, qo'l yuvish moslamalari, moslashtirilgan asbob-uskuna, katta-kichikligi, cho'tkasi, masalan, qo'l sovuni kiradi. Keyin ota-onalar bilan individual reja va maqsadlarni belgilash, uyda davom ettirish, oilaviy treninglar va amaliy seminarlar orqali gigiyena ko'nikmalarini mustahkamlash, uyda kundalik rejim, qo'l yuvish va tish yuvishni namoyon qilish va takrorlash, ota-onalarga vizual ko'nikmalar, jadval va amaliy materiallar taqdim etish, doimiy aloqa, kuzatish va natijalarni baholash, psixologik maslahat va oilaviy qo'llab-quvvatlash.